Assalomu alaykum. Men bugun sizlarga qanday Tinkercad'ni ishlatishni o'rgataman. Tinkercad'ga kirish uchun sizlar avval biz sizlarga avatgan emailga boshlangiz kerak. Emailga borgandan keyin mana shu o'tirdagi ulanmani bosinglar. Shuni bosgandan keyin join with nickname degan yeshil knopkani bosinglar. Ya'ni biz sizlarga bergan ismni kiring degan gap. Ishga kirish uchun biz sizlarga bergan ismni qo'yishinglar kerak. Yani biz bunu ko'chirib ishga qo'yamiz. Andın bu şu yeşil çıkıyor. Yeşilini andın basımız. Endi sizlar Tinkercad'dan chiqib kirdinglar. Sizlar boshqa narsa bosmaysizlar. Sizlar classes deganda bosinglar, shu yeşil xatni. Endi sizlar mangotek birinchisi deb bosinglar. Shuni bosgandan keyin bu yerda 3 narsa chiqadi. O'sha o'ng tarafdagi ishkisi Arduino bilan nima qila olamiz deganda ko'rsatish uchun bor. Lekin sizlar birinchi darsni boshlashinglar kerak. Shuni bosgandan keyin copy and tinkerni bosinglar. Mana bunda qarasanglar sizlarga bu chiqadi. Mana biz bu yerda xohlagan narsani qo'sha olamiz. Masalan, qarshilik, zinnat chiroq knopka deymiz. Endi sizlar bu yerdanmi izlay olasizlar. Endi kod deganda bossangiz, bu yerda kodlar chiqadi. Ana bu yerda 3 shuni bossangiz blocks and text. Ana text deb chiqadi. Sizlar blocks and text versiyonlar kerak. Chunki shu boshlang'ichlar uchun tavsiya qilindi. Bir şeyga qarasanglar sizlar bloklarni ko'rsizlar. Endi bir şeyga qarasanglar sizlar C++ kodni ko'ra olasizlar. Endi shu 3 yeri bor. Kod qismi, qaysi xil kodni ishlatish qismi, bloklarni hammasini ko'rsatgan qismi, endi qaysi xil blokni tanlamoqchi bo'lgan qism. Sizlar masalan matematika, o'zgarguvchi miqdorga oid narsani tanlay olasizlar. Shuni bossanglar shu yopildi. Sizlar bu yerga xohlagan narsani eklab qo'ya olasizlar. Undan sizlar shuni bosib, sizlar shuni chigirta olasizlar. Undan sizlar shuni bossanglar, ishlatmoqchi bo'lgan narsani bossanglar, ismini ko'rsatdi. Undan qarshilikqa qanchalik ohm qarshilik ko'rsatishini ko'rsatdi. Undan zinnat chiroqni bossangiz, shuni qaysi rangni o'zgartira olasizlar. Undan nani bossanglar, shu yerdan bir tal sim chiqadi. Mana simni bunday bosib sizlar har şekilde qo'ya olasizlar. Shu ko'k siziq sizlar yordamish uchun bor. Ondan sizlar simning rangini shu yerdan o'zgartira olasizlar. Endi sizlar yasmoqchi bo'lgan narsani yasab bo'lgandan keyin Start Simulation bosganda taqlid boshlaydi. Sizlarning savolinglar bo'lsa, bizning tor betimiz mangutek.com ga borsizlar. Shuga borgandan keyin ya darslar deb Tinkercad deb berib ishiga bossanglar bo'ldi. Ya sizlar pastga tushib buni bossanglar bo'ldi. Hammasi o'xshash betga turdi. Shuni bosgandan keyin yoziqlar Tinkercadda qanday ishlatamiz, mishar yoziqlar hamma narsa bor.
Endi savolinglar bo'lsa, sizlar Mishaga yozsanglar bo'ldi. Yo bizniki WhatsApp guruhga yozsanglar bo'ldi. Tugdi. Xo'sh, Alloh